Assalomu alaykum kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Biz mana shu joydan video qiluvdik-ku, bilasizlarmi? Marp egamni teplisalaridan mana shu o'zimizni anaqalarimizni, maslahatlarimizni berib ketuvdik. Tojikistondan Jamoliddin kelgandi, Jamoliddin bilan kelgandi. Endi bugun Qozog'istondan hammaga tanish bo'lgan shu Ashraf egam, Azamat egam kutib oldik. Hozir chegaradan birinchi bo'lib shu yoqqa olib kirdik. Ashraf aka, qalay, nima deysiz o'zingiz, fikringizni ayting endi? Yaxshi, zo'r. Yaxshimi? Zo'r. Bular so'lxang. Shakllari yaxshi. Shakli ham yaxshi. Kalibrlari ham. Kalibri yaxshi. Yaxshi. Qarashi ham yaxshi. Zo'r. Alloh barakasini bersin. Aytganingiz kelsin. Mana bular kelishdi, shu so'lxang bo'yicha shu fikr almashib, tajriba almashib, ko'chat masalasi bo'yicha eng asosiysi shu masala bo'yicha keldilar. Xudo xolasa mana shu narsalarni ko'rsatib hozir ketamiz. Qancha litr 1 metrga? 18 litr. Qancha ko'chat? 1 metrda 18 litr. Shu yerda Yo, necha dona ekkansiz? Necha dona? 8 ta 10 ta. 11 dona bo'lish kerak. Ko'proq ekkanmiz. Birinchi nima? Urojaymi? Birinchisi. Birinchisi. Oktyabrda yig'ildi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, 4 may. Bu yoqilmadi-da boshida, qaralmadi. Mana endi yangi yildan keyin yoqilib qaraldi bu. Atapleni muammo bo'lgan. Oktyabrga ekilganga juda zo'r rezultat. Katyolik kuchi yetmadi. Oktyabrda mana shunaqa rezultat olgan bu. Yaxshi? Qanday temperatura bo'ldi? 8. Oktyabrda bunaqa rezultat kamda-kam olamiz. Dekabr, yanvar. Mana chang ushlashlari yaxshi, Ashraf aka, qarang. Changlanishlari. Yaxshi, chiroyli. Mana hammasi ushlagan. Aniga atapleniya qimmat. Bir tekis. Bor. Ko'mir katyolimiz yaxshi. Changlashi ham yaxshi. Yigirda Yaxshi qaralibdi. Hozir boramiz bu yoqqa, yana ham joylarni ko'rasiz, yana boshqa joyi Ashraf aka. Koreyskiy stilda. Bu endi turistskiy stil. Mana shu sizning fikringizni men o'tgan safar ham kelganimda aytib ketdim. Mana shu tepa kerak emas deb. Kerak emas bu. 1 gektariga 210 ming tub ketadi. Agar mana shunaqa stilda ekadigan bo'lsa 210 ming tub ekadi. Mana shu agar pastsa agar o'zini qo'yib bersalar 140 ming tub ketadi. Shuning o'zidan urojay 140 mingta ketadi. Urojay полноценно olasiz buni. Shunaqa. Hozir bu yerda mana buning hisobiga bu yerdan urojay nedavor bo'ladi. Mana Kechirib pishadi. bu 100% beradi, hosildorligini ko'rsatadi. Ma'mili 50-60% ko'rsatadi. Buni hozir baho yaxshi, hozirda baho. Hozir mana bundan olyapti, masalan 100 kilo olyapti-da, hisob bir qatordanmi, 10 qatordanmi. Undan o'rniga mana bu hozir pishganda bu yo'q bo'lgan. 200 kilo olardi, bu mana buning pulini ham berardi. Hozir bahodan o'tib ketardingiz. Bu ortiqcha xarajat bo'lyapti-da. Lishni xarajat bo'lyapti. Lishni xarajat, ko'chatga xarajat, oziqaga xarajat. Shu 3tasini pulni Beradi. ko'proq beradi. Zato xarajati 30% qisqaradi. To'ppa-to'g'ri. Endi ko'pchilik nima qiladi-da? Shunaqa. Bu 3 qator qachon keladi? Bahor kuzga bo'ladi. Qishga bo'lmaydi 3 qator. Ko'p ko'chat ekdim desa, ko'p hosil oldim deb o'ylaysiz-da. Shunaqa. Endi bunga bir xillar bor, endi qarab olayotganlar, dasvetkasi yaxshi, tagiga mana oq nima to'shalgan. Ularga endi yorug'likni qilib bersa, uslovlar qilib bersa bo'ladi. shunaqa. Mana nimasi yaxshi tushadigan kun nuri, tagidan nur keladigan, o'shanga endi amallasa bo'ladi, lekin bari qiyin. Ya optli. Qiyin. Dehqon bo'lmasa bunaqa Fito lampalar qo'yadigan bo'lsangiz ham qiyin bo'ladi baribir. Mametga qo'yish kerak-da, fito lampani mametga qo'ysa, mamni o'rtasiga ikkitasiga yorug'likni tarqatib berish mumkin. Endi uni hisoblab chiqadigan bo'lsangiz bor, juda ham qimmatga tushib ketyapti-da. Mana birinchi olgan lentangiz o'zi bor, mametga lenta yopishtirish kerak-da. O'sha quyosh nurini bosadigan fito lampa beradigan bo'lsangiz, mana tashqari tomoni bu yoqdan yorug'lik olsa, buni ichkarisiga mana dababga yorug'lik berish uchun. endi ham ancha rasxodda. Shunaqa. Endi biz ham o'z to'xtalganimiz mana shu 2 qatorlikda o'z to'xtalib turibmiz hozir. Qator endi sam optimalni. O'zi umuman endi bir qatorlik deyiladi. O'zi dunyo standarti bo'yicha shu bir qator ekilar ekanda. Hamma yoqda. To'g'ri. Shunaqa yurtdoshlar mana. Hosillarni ko'rasizlar.